Bir daqiqa vaqtingizni ajratsangiz, bu taom uchun qilar kifoya. Noxocho'rak tayyorlanishi haqida aytarman biroz hikoya. Taomimizga shira kirar mol go'shtining kachalkayu hamda to'piq qismining dastidan qozonga uvutilgan noxodni solib suv to'ldiramiz qumguncha ustidan. Baland olovda qaynab chiqishi bilan bari ko'pigini olishimiz aniq. Shunda taomning rangi chiqar, yaltirab hamda tiniq. Past olovda pishirish yetarlidir, 4 soat naqd. Go'sht va noxod xil pishar shu vaqt. Tuzning o'zi yetarlidir. Go'shtning asl ta'mi qolar saqlanib sof. Ba'zi narsalarni berkitib solib ishlatmadik lof. Go'shtlarni chiqarib olamiz ehtiyotkorlik bilan qozondan asta. Payli mahsulotlar iste'mol qilib turilsa, inson bo'lmas xasta. Eng oson ovqatlardandir, har kim tayyorlay olar asli. Shirali noxod cho'rak iste'moli uchun ayni vaqtdir qish fasli. Ishlatilgan mahsulotlarning barini ko'ray desangiz asta. Video joylashtirgan joyimizdan tushsangiz sal turibdi pastda. Kamtarona taomimiz ham tayyor bo'lib bormoqda ko'rganingizdek mana. Yeb ko'rsangiz to'ymassiz, bormi deb axtararsiz yana. Ulashayotgan ma'lumotlarimiz kimgadir foydali bo'lsa, shudir bizga asl rohat. Tashakkur shu joygacha kuzatibsiz qilib toqat. Ojizona taomimizning tayyor holatidir shu. Marhamat oling. Kam ko'sti bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling.